Diqqat qilinglar. Agar svetofor qizil yonsa-yu, sizlar to'xtash chizig'ini bosib, o'tib, yurib, mana shu to'xtaydigan bo'lsangiz, suv to'xtaydigan bo'lsa, qizil yon bo'lgandan keyin sizlarga ma'muriy javobgarlikni 128 prim 4-moddasi 1-bandiga binoan svetoforning qizil ishorasida chiziq talabini, ya'ni to'xtash chizig'i talabini buzib jarima kelishi kerak. Bunda bazaviy hisoblashi yarim barobar. Ayrim haydovchiga svetofor qizildan o'tib ketdingni jarima kelayotganiga bazaviy hisoblash 3 barobar. Bu mana bunaqa holat bo'ladi. Agar qizil yonganda sizlar o'tib ketaveradigan bo'lsanglar, 128 prim 4-moddani 2-bandiga binoan svetoforning qizil ishorasida o'tib ketdi deb jarima keladi. Bu bazaviy hisoblashi 3 barobar jarima. Farqi bor ikkovining. Agar sizlarga bunda ham bazaviy hisoblash 3 barobar kelayotgan bo'lsa, sizlar ogniishimochniy to'g'irlash uchun boringlar, aytinglar, to'g'irlatinglar. Tushundinglarmi? Va yana bitta narsa e'tibor bering. Svetofor qizil yondimi? O'tmanglar shu chegaradan. Qoidalarga rioya qilinglar. Videolarimiz manfaati bo'lgan, like bosib qo'yishingizdan chiqmasin.